Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Ko'p eshitamiz, xalqimiz orasida qon bosimim oshdi, qon bosimim tushib ketdi yoki qon bosimimiz tez-tez o'zgarib turadi degan gap so'zlarni ko'p eshitamiz. Lekin birinchi navbatda o'zi qon bosimi nima? Qon bosimining qanday ahamiyati bor? Shu kabi tushunchalarni bilib olishimiz kerak. Bugungi videomiz davomida quyidagi savollarni ko'rib chiqamiz. Qon bosimi o'zi nima? Qon bosimi qanday hosil bo'ladi? Qon bosimining qanday turlari bor? Qon bosimi normada qancha bo'ladi? Bolalar va kattalarda qon bosimi qancha? Va qon bosimining ahamiyati, organizmdagi vazifasi kabi savollarni ko'rib chiqamiz. Arterial qon bosimi bu qonni harakatga keltiruvchi kuch hisoblanadi va qon aylanish sistemasining asosiy ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi. Qon yurak hosil qilgan tomirlardagi bosim hisobiga harakatlanadi. Arterial qon bosimi quyidagicha hosil bo'ladi. Birinchi, yurak qisqarganda yurakdan otilib chiqadigan qon hajmi, ya'ni yurak bir marta qisqarganda undan 65-70 millilitr qon otilib chiqadi. Ekranda ko'rib turganingizdek, yurak mushaklari qisqarganda yurak bo'shlig'idagi 65-70 milli qon yurakdan otilib chiqadi. Ikkinchi, qon oqimining hajm tezligi. Yurak qisqarganda undan otilib chiqayotgan qon 40-50 santimetr sekund tezlikda harakatlanadi. Ekranda ko'rib turganingizdek, yurak mushaklari qisqarganda qon katta tezlikda butun tanadagi qon tomirlariga tarqaladi. Uchinchi, tomirlarning umumiy periferik qarshiligi, ya'ni yurakka yaqin joylashgan qon tomirlar diametri yirik bo'lganligi sababli ularda qon erkin harakatlanadi. Yurakdan uzoqdagi ichki a'zolar, qo'l va oyoqlardagi qon tomirlar diametri kichik bo'lganligi sababli ularda oqayotgan qon qarshilikka uchraydi. Ekranda ko'rib turganingizdek, tomirlar devori elastikligi sababli qon oqish paytida qon tomir devori mana shunday kengayib, torayib turadi. Arterial qon bosimi ikki xil bo'ladi: sistolik va diastolik bosim. Sistolik qon bosimi yurak mushaklari qisqarganda hosil bo'ladi va normada 120 mm/ga teng. Diastolik qon bosimi yurak mushaklari bo'shashganda hosil bo'ladi va normada 80 mm/ga teng. Ekranda ko'rib turganingizdek, yurak mushaklari qisqargan paytda qon yurakdan otilib chiqadi va sistolik qon bosimi paydo bo'ladi. Yurak mushaklari bo'shashgach, yurak bo'shlig'i yana qonga to'la boshlaydi va diastolik bosim paydo bo'ladi. Demak, sog'lom yoshi katta insonlarda qon bosimi normada 120 ga 80 mm/ga teng. Agar sistolik qon bosimi 139 mm/dan, diastolik qon bosimi 89 mm/dan oshsa, bunga qon bosimining normadan ko'tarilishi, ya'ni arterial gipertenziya yoki bo'lmasa gipertoniya kasalligi deyiladi. Agar sistolik qon bosimi 100 mm/dan, diastolik qon bosimi 60 mm/dan pasaysa, bunga qon bosimining normadan pasayishi, ya'ni arterial gipotenziya deyiladi. Lekin ba'zi bir odamlar qon bosimi pastroq yurishga moslashgan bo'ladi. Misol uchun 110 ga 70, 100 ga 70, 90 ga 60 mm/da yuradigan odamlar ham bo'ladi. Bunday odamlar shunaqa past qon bosimida yurishga moslashgan hisoblanadi va bu ularning individual ko'rsatkichi. Bular uchun bu norma hisoblanadi.
Agar har doim 90-60 yuradigan odam qon bosimi 120-80 ga ko'tarilsa, bunda ular o'zini noxush his qilishlari mumkin. Shuning uchun ham har bir inson tinch va sog'lom paytida qon bosimini o'lchatib, doimiy ishchi bosimi, ya'ni рабочий давлениясini necha bo'lishini bilib qo'yishi kerak. Bolalarda qon bosimi yoshiga qarab o'zgarib boradi. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarda qon bosimi 60 ga 40, 1 yoshgacha bo'lgan bolalarda 80 ga 50, 1 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan bolalarda 90 ga 60, 6 yoshdan 11 yoshgacha bo'lgan bolalarda 100 ga 65, 12 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bolalarda 110 ga 70 millimetr sinov ustuniga teng bo'ladi. Albatta, bularning barchasi o'rtacha nisbiy ko'rsatkich hisoblanadi. Qon bosimi har bir odam organizmi uchun individual ko'rsatkich hisoblanadi. Qon bosimining normada bo'lishi juda muhim ahamiyat kasb etadi. Normal qon bosimi ta'sirida qon va a'zo to'qimalar orasida moddalar almashinuvi yengil kechadi. Qon o'z vazifasini me'yorda bajaradi. Ya'ni qonning quyidagi vazifalari: tashuvchanlik, transport vazifasi. Qon oziq moddalar, gormonlar, fermentlar va boshqa moddalarni tashiydi. Nafas olishda qatnashish vazifasi. O'pkadan to'qimalarga kislorodni olib boradi va to'qimalarda hosil bo'lgan karbon angidridni o'pkaga olib boradi. Oziqlantiruvchi trofik vazifasi. Oshqozon ichakdan kerakli bo'lgan oziq moddalar, glyukoza, aminokislotalar, tuzlar, vitaminlar, suv va boshqalarni to'qima va a'zolarga yetkazib beradi. Ekskretor vazifasi, ya'ni organizmda hosil bo'lgan keraksiz chiqindi moddalarni ayru a'zolarga olib boradi va ular tashqariga chiqarib yuboriladi. Termoregulyator vazifasi, ya'ni tana haroratining bir xilda, ya'ni 36,6 gradusda turishini ta'minlashda qatnashadi. Qon ichki muhitini doimiy bo'lishda ishtirok qiladi. Suv-tuz almashinuvini boshqarishda ishtirok qiladi. Immunitetni mustahkamlashda yordam beradi. Gormonal boshqaruvda ishtirok qiladi. Gormonlar va biologik aktiv moddalarni a'zo va to'qimalarga olib boradi. Agarda qon bosimi normasi buzilsa, yuqorida ko'rsatilgan qon o'z vazifalarini bajara olmaydi va a'zo va to'qimalarda turli xil patologik o'zgarishlar va kasallik alomatlari paydo bo'la boshlaydi. Agar videomiz sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting va kanalimizga obuna bo'ling. Keyingi videomizda qon bosimini qanday qilib to'g'ri o'lchashni o'rganamiz.